Yani bu gilamimiz 3'e 5. Bakası 1,5 milyon, 1 milyon 600 milyon satkanmız. Vaxtında 12'ye bölgenmiş şu narsani. Mesela taxminen 110, 120 milyon so'mdan tushgan. Ayına. İli azı skitga bakada 1 milyon 200 milyon so'mga tushib ko'pmiz bu narsani. Oylik to'lovi 100 milyon so'mdan tushadi. 12'ye bölüp beriladi. İli gülü başqachasi bormi deb so'raganlara güllari bor, xudo xolasa. Bakası bir, bulanam. Keyin qizil svet so'raganlara qizil svetimizdan bayning. Bu narsamiz ham shu bahası 1 milyon 200 ming so'm 12'ye bölüp beriladi. Her ayına şu 100 ming so'mdan tushadi. İli parlament svet so'raganlar uchun bu narsamiz ham bayning. Bu narsamiz ham shu 1 milyon 200 ming so'm edi. Oylik to'lovi shu 100 ming so'mdan tushadi. Pauza. Keyin qo'lroq gilamdan so'ragan mijozlarimiz ha. Yani bu kalın sifati zo'r narsa. Bu bahası 2,5 milyon 2 milyon 400 ming so'm satganmiz. Hozir skitga bahada 2 milyona tushirib ko'pmiz. Shu 12 oyga bölüp beramiz. Xudo xolasa buni ham kelib xarid etishingiz mumkin. İli bu narsamizni birdan emas, hamma razmerlari bor xudo xolasa. Keyin guli boshqachasi bormi degan mijozlarimiz ha. Bu narsamiz ham bor. Qarang. Chiroyli, sifati zo'r. Firmini narsa, sak firmaniki. İli bu narsamiz ipek so'ragan odam bor ha. Mijozlarimiz ipek sifatli, mesela qalin, sifati yaxshi narsa degan odamlarimiz mesela mijozlarimiz qarang. Bu narsamiz bor. Bu narsamiz şu vaqtında 3 milyon 200 ming so'm sotilgan. 12'ye bölganmiz şu narsani. İli hozirgi sitga bakada 2 milyon 700 ga tushib ko'pmiz. Shuni kelib pasport bilan plastik kerak bo'ladi. Kelib xarid etishingiz mumkin. Bu narsani guli har xilisi bor, xohlasangizlar. İli parlament svet degan mijozlarimiz gök svet, dalambob. Yani bu narsamiz bor. Dalambob, kirgo taradan svet. İli bu narsamiz ham shu vaqtında şu 3 milyon 200 ming so'm sotilgan. Bunun bahası 2 milyon 700 ming so'm. Ki açıq svetlaringiz bormi degan so'ragan mijozlarimiz bu ham bor. Yani açıq svet ham. Bu narsamiz ham zo'r. Yani guli, meyda guli. Mesela bu narsani şu zala, İspaniya tashlasangiz bo'ladi. Ki haychek so'ragan mijozlarimiz haychek ham chiroyli turadi. Yani bu ham qo'shray narsa. Mesela buni ham shu vaqtida 3 milyon 200 3 milyon sotganmiz. Hozir shu 2 milyon 700 ga tushirib ko'pmiz. 12 ga bölüp olib ketishingiz mumkin. Bu narsani. Yani bu gilamimiz yangi kolleksiya. Bu narsani sifati zo'r, ili qalin. Bu narsamiz, yani qizil svet so'raganlara qizil svetimiz. Bu ochiq svetlar ham bor. Xudo xolasa bu narsamiz 260 270 ming so'mdan sotganmiz. Kvadratini 15 kvadrat. Hozir sitga bahada 250 260 ming so'm sotganmiz. Hozir bayram sifati bilan ili sitga bahada 235 ming so'mdan ko'pmiz kvadrat metrini. Buni xolasangiz parlament svet desangizlar, yana qalin narsamiz ham parlament svetimiz bor. Bu narsamiz ham shu 260 270 ming so'mdan sotilgan. Buni ham hozir sitga bahada 235 ming so'mdan ko'pmiz. Açıq svet so'ragan mijozlarimiz açıq svetlarimiz bor. Gullari chiroyli, sifati ham zo'r, qalin, chiroy aralashma. Qarang. Endi guli har xilisi bor, xudo xolasa. Guldan problema yo'q. Har razmerlardan ham. Qarang. Sifati zo'r narsa. Mesela pulunda fark yo'q, puli mesela qimmatroq bo'lsa ham bo'ladi degan mijozlarimiz uchun zala, dalambob, seri svetda bu narsamiz chisi ipek bo'ladi. Shersining bu narsamiz kvadrat metrlari 450 400 ming so'm sotganmiz. Hozirgi sitga bahada 330 ming so'mdan ko'pmiz. Shu kelib xarid etib, mesela oylik to'lovi mesela 900 ming so'mdanmi 1 milliondan tushadi. Kvadrat metri shu
330 min so'mdan tushib ko'pmiz buni sitga bahada. Ili qizil svet so'raganlar uchun yine qizil svetimiz ham bor. Bahası 1 bular ham. Yine shirch, chishin. Qatishmasam yaxshi narsa. Avralinlarimiz bor yine 80likdan ta 4 metrlik adam bor. 1lik, 120lik, 1,5lik so'ragan mijozlarimiz uchun hamma razmeri bor, xudo xolasa toza geldi. Ili 4 metr deysizlarmi, 3 metrmi, 3,5 metrmi hamma razmerlari bor. Splashni döşemen degan odamlar uchun, masalan mijozlarimiz uchun dalonlar, polli splashni döşep beramiz, xudo xolasa. Bu narsamiz ham shu gen vaqtda 200-210 satganmiz. Hozir sitga bakada 175 min so'mdan tushib ko'pmiz. 12 oya shuni bölüp to'layverasizlar, xudo xolasa. Gilam bozorimiz dükkanımız nerede joylashgan degan mijozlarimiz uchun ozgina tushuntirish beramiz. Ban tarafimiz chap qo'limiz ili İstanbul bozori, Moda bozorimiz bor, Türk bozorimiz bor. Shundan kelaverishdan 500 metrdan keyin Kapital Bank chiqadi. Kapital Bankning ro'parasida joylashgan. Ili Gullan, Yangi bozor, Anjisidan keladigan mijozlarimiz uchun kelaverishda svetofordan o'tib 10 qo'lda joylashgan. Gilam bozorimiz ham xudo xolasa kelib gilamlarimiz xarid etsizlar, sovg'alarimiz bor, xudo xolasa. Ili summalarni ham ozgina tushirib beramiz. Şu 3 aydan 12 aydan bor, xudo xolasa kelib xarid etishlaringiz mumkin.